Hozirgi zamonda texnologiyalar o'ta rivojlanib, ham o'qish jarayonlari talab kuchayganligi sababli mana aholimizning guruhlari, mana masalan birinchi yosh bolalar hozir aksariyat telefon o'yini bilan shug'ullanyapti. Yoshligidan, hatto 1 yoshligidan boshlab shug'ullanyapti. Telefon. Hammamiz bilamiz, telefon bu o'ziga yarasha nurlanish hisoblanadi va asta-sekin surunkali telefon bilan shug'ullanganda ko'rlikka olib kelishi turgan gap. Bu isbotlangan. Ikkinchi guruhdagilar mana oliygohlarga kiruvchi abituriyentlar juda ham qattiq rejimda uzoq vaqt ko'zga dam bermasdan o'qishlari natijasida ko'zlariga juda ham yaqin olib kelgan holatda o'qishadi. Aslida qoidada 35-40 santimetrdan o'qish kerak. Ular juda ham yaqin qilib o'qib, ko'zga juda yuqori nagruzka, ya'ni ko'z ichki bosimi oshishi natijasida ko'z diametri, ko'z olmasining diametri cho'zilishi natijasida qiraliklar kelib chiqyapti. Keyingisi mana kompyuterda ko'pchilik fuqarolarimiz ertadan kechgacha kompyuterda ish olib borishadi. Yuqorida aytilgandek o'ziga yarasha nurlanish hisoblanadi. Ko'z olmasi yuzasining qurishiga olib keladi. Bundan keyin o'ziga yarasha kasalliklar kelib chiqadi. Statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, shu ketishda zamonaviy texnologiya rivojlanishida 20%, hatto 30% fuqarolarimizda ko'z kasalliklari o'ta rivojlanib, yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin.